Umid o'rnidan turdi, yonimga kelib, orqamdan tushib ketgan sochlarimni sekin sildi. Yuragim haqida qib ketdi, butun tanamdan talayin yugurdi, bexosdan jim qotdim. Erim vafot etganiga 2 yildan oshgandi. Dunyodan o'tganida men ham go'yo o'sha zahoti umrimni yo'qotgandek bo'ldim. Yosh turmush qurganda beva qoldim. Qaynotam, qaynona va qayni ukam Sherbek bilan bir uyda yashardim. Kunlarim shu hovlida, shu odamlar orasida o'tardi. Sherbek mendan 3 yosh kichik edi. Lekin u yoshiga yarashmagancha baquvvat, kelishgan, qo'llari qudratli, doim hazilkash yigit edi. Oldinlari meni opa deb hurmat qilar, ko'pincha maslahat so'rar edi. Erim olgandan keyin uning qarashlari o'zgara boshladi. Ko'zlaridan ayta olmaydigan gaplari bor, ichida yashirin olov yonayotgandek edi. Men esa o'zimni qattiq tutar, ichimdagi bo'shliqni sabr bilan to'ldirishga urinar edim. Ayol yuragi sezgir bo'ladi, odamning qarashidan ham nima demoqchi ekanini bilib oladi. Sherbekning nigohi ko'pincha sochlarimga, yuzimga tushar, orqamdan tushib qolgan tutqun zulfimni uzoq kuzatar edi. Bir ertalab hovli jimjit payt edi. Qaynota va qaynona bozorda, uyda faqat men va Sherbek qolgandik. Oshxonada idish-tovoq yuvayotganimda u kirib keldi, suv ichdi, divanga cho'zildi. Keyin menga qarab, "Opajon, siz charchab ketgansiz", dedi ohista. Men jilmaydim. "Oson emas", dedim. U asta o'rnidan turdi, yonimga kelib, orqamdan tushib ketgan sochlarimni sekin sildi. Yuragim haqiqatdan qib ketdi, butun tanamdan talayin yugurdi, ko'zlarim bexosdan jim qotdi. Sherbek qo'lini tez tortib oldi, xuddi xato qilgandek yuzini chetga burdi. "Kechirasiz", dedi u past ovozda. "Men sizga bunday qarashim kerak emas edi." Men esa unga qarab jim qoldim, yuragimda esa allaqachon nimadir o'zgarib bo'lgandi. Birinchi marta qayni ukam bilan oramizda yashirin bir narsa paydo bo'lganini tan olgandek bo'ldim. Kunlar o'tdi. Har kuni u men bilan ko'proq suhbatlashar, kichik ishlarda yordam berardi. Men esa o'zimni bilmagan odamday tutardim. So'zni past ovozda davom ettirdim, "Lekin men sizni boshqacha ko'ryapman, opajon." Bu gapni eshitib, yosh ko'zlarimdan qalqib chiqdi. O'zimni qattiq tutishga urinsamda, yuragimdagi bo'shliqni u allaqachon to'ldira boshlaganini his qildim. Kechqurunlar hovli chetidagi supada birga choy ichib o'tirardik. Qaynona va qaynotam televizor ko'rib ovora bo'lishar, biz esa asossiz ham bir-birimizni tushunardik. Har safar choy quyayotganda qo'llarimiz tegib ketar, men titrardim, u esa nigohini chetga olardi, ammo ko'zlari menga qayta tushishini bilardim. Yana bir boshqacha voqea yuz berdi. Qishning sovuq kechalaridan biri edi. Elektr o'chib qoldi. Qaynona va qaynota deraza oldida chiroq yoqish bilan ovora bo'lishdi. Men esa xonamda o'tirardim. Shu payt Sherbek sham yoqib kirdi. Qimmat nuri uning yuzini yanada jiddiy ko'rsatib qo'yar, ko'zlari esa yanada chuqur jilva berardi. U shamni stolga qo'yib, sekin yonimga o'tirdi. "Qo'rqmadingizmi?" dedi u. "Yo'q, faqat uy sokin bo'lganda yuragim tezroq uradi", dedim jilmayib. U esa menga tikilib qaradi, ko'zlarimga qadalgan nigohidan qocholmadim. Qo'li yana sochlarimdan o'tdi, bu safar men ortga chekinmadim. Faqat ko'zlarimni yumdim. Shu paytdan boshlab bizning taqdirimiz bir-biriga chirmashib ketdi. U meni asrabavaylar, ortiqcha so'z qilmas, ammo hislarni har bir harakatida bildirardi. Men esa ko'nglimda qo'rquv, hijolat, lekin shu bilan birga iliq bir tuyg'uzimizni boshqa ish bilan ovora qilib ko'rsatdik, ammo yuragim hali ham joyiga tushmagandi. Kechqurun uy ichi jim bo'lganda xonamda o'tirardim. Deraza ortidan shamol barglarini shirillatib, qulogimga yalqov tovushlar eshitilar edi. Shu payt eshik qoqildi. "Kim?" deb so'radim. "Sherbek", dedi u, "bir daqiqa chiqib gaplashsak bo'ladimi?" Ikkilanib turdim, lekin baribir tashqariga chiqdim. Hovli jimjit, osmonda yulduzlar charaqlardi. U meni bog' chetiga olib bordi. Nigohlari titrar, so'zlari qaltirardi. "Men sizni sevib qoldim", qanday aytishni bilmadim. "Opa deb yursam ham, yuragim boshqa narsani istayapti", dedi u. Men titrab ketdim, bu gapni kutgandim, lekin o'zimga tan olishdan qo'rqardim. "Sherbek, bu gaplaringni hech kim eshitmasin.
Oila o'rnimiz, qarindoshlik bor, dedim. U qo'llarimni mahkam ushlab, men buni yashira olmayman. Yuragimni yoqayotgan tuyg'u o'zimni qiynayapti. Sizsiz men yashay olmayman, dedi. Ko'zlaridan yosh qalqib chiqdi. Men esa ko'zlarimni yumib sukut qildim. Bu ham bir javob edi. Shu kundan keyin bizning ichki dunyomiz butunlay o'zgardi. Har kuni ko'zlarimizda sirli bir aloqa, qalbimizda yashirin bir ehtiros bor edi. Hech kimga bildirmaslik uchun o'zimizni tiyib yashardik. Bir kecha sovuq tushdi. Hamma xonalarda edi. Karavotga o'ranib kitob o'qib yotganimda eshik asta ochildi. Sherbek kirdi. Uning nigohidan hammasini anglab bo'lardi. Shamning xira yorug'ida u sekin yonimga keldi. Men ortga chekinmadim. U qo'llarimni ushlab sochlarimni silay boshladi. Shu kecha bizning taqdirimiz bir-biriga chirmashib ketdi. So'zsiz faqat ko'zlar va teginishlar orqali bir-birimizni tushundik. Oradan kunlar, oylar o'tdi. Biz yashirin sevgimizni yuraklarimizda saqlab yashardik. Qaynota va qaynona buni bilmasdi. Lekin men ko'p o'ylardim, bu tuyg'u qachongacha yashirin qoladi? Odamlar bilib qolsa nima bo'ladi? Shunday savollar meni qiynalar, lekin yuragim baribir Sherbekni istardi. Har kuni uni ko'rishga, uning qo'lini ushlashga, ovozini eshitishga talpinardim. U ham meni kutardi. Bir kuni u dedi, bir kun kelib men sizni ochiq sevishni xohlayman. Hech kimdan yashirmay yoningizda bo'lishni istayman. Men unga qarab, ko'zlarimdan yosh chiqarib, taqdirimiz nima yozsa, shuni ko'ramiz, dedim.